Hozir ayrimlarni shokka tushiraman. Nega? Men hozir O'zbekistondaman va O'zbekistonda atom energetikasi allaqachon bor va orqamda hozir VVR-SM atom reaktori joylashgan. U tadqiqotlar uchun ishlatiladi va bu yerda Sovet davrlaridan beri bor. U 1959-yildan boshlab mana shu yerda faoliyatini yuritadi va 2016-yilda bir yilga yopildi, lekin 2017-da faoliyatini davom etishni boshladi. Va biz hozir Toshkentda joylashganmiz. Ekraningizda siz xaritada mana shu nuqtani ko'rib turibsiz va bilasizmi nega u haqida hech kim bilmagan? Ko'plab odamlar bilmagan atom reaktori borligini anchadan beri. Chunki hech qanday xavfli holatlar ro'y bermagan va u haqida gapirishmagan. O'zi mana shu reaktor VVR-SM 2 megawatt quvvatni berar edi boshida, keyin 10 megawattgacha oshirilgan va sizda darrov savol paydo bo'ladi. Bu qanchalik uzoq muddatda bizni masalan shaharni ta'minlab bera oladi elektr energiya bilan? Bu haqida haliroq aytib beraman, lekin boshida sizlarga atom energiyasining tarixi haqida aytib beray. Atom energetikasining tarixini aytib bergandan keyin bosqichma-bosqich AES o'zi qanday ishlashini ham tushuntirib beraman. Lekin atom elektr stansiyalari qanday paydo bo'lgan va nega aynan atom texnologiyasi inqilob sifatida qabul qilingan degan savolga javob berish uchun biz tarixi eng boshiga qaytib borishimiz kerak. Ya'ni Obninsk shahriga. Ana o'sha yerda hammasi boshlangan.